Raqamda Jasurbek Yoqubov, 6-chi Alisher Salimov, 7-raqamda Javohir Siddiqov. Hozir Paxtakorning hujumi, ajoyib kombinatsiya, super gol. Ajoyib kombinatsiya natijasida Paxtakor gol uryapti. Zaxiradan maydonga tushgan Dostonbek Hamdamov 2 daqiqada Kamoliddin Tojiyevning bir yashirin quroliga aylandi mana. Sobirxo'jayev IQ namoyish etdi, to'pni o'tkazib yubordi. Endi bizga oxirgi harakat namoyish etildi. To'g'ri, bu yerda ham chiroyli va bu safargi Qo'qonning hujumi ham bartaraf etildi. Hojiakbar Alijonovdan Ibrohimovga pas. U pauza ushlashga qaror qildi. Orqaga uzatma Alijonov, Sobirxo'jayev. Ajoyib tarzda Dostonbek Hamdamov raqibini oldida qoldirib, ichkariga yorib kiryapti. Uzatma Pajishik 2-0. Hamdamov va Pajishikni nima uchun zaxirada ushlab o'tiribdi Tojiyev? Ular tushib masalani hal qilib tashlayapti. Xuddi birinchi turda. Qoyil ishlab ketgan o'zgarishlar. Bu yerda Hamdamovning yana kech namoyish etishyapti. Sal ertaroq Hamdamovning raqibini chiroyli tarzda aldab o'tgan finti. Muhim edi-da mana shu fint. Husanov yaxshi o'ynadi pressingda. Salimov. Zo'r uzatma, Nemeli ichkariga yorib kirdi va sariq kartochka, Tahsinga sariq kartochka, foul qayerda ishlatildi? Mana. Bu penalti. Bu top-toza penalti. Jarima maydonchasi ichiga kirib bo'lgan ekan, Nemeli. Mana. To'pga ulgurmadi Tahsin, penalti olib kelyapti. Tabatadze Nazarov. Toma, zarba, gol! 1-2. Bitta to'p farq. Qo'qon shoshyapti to'pni maydon markaziga qaytarishga. Pasni hozir aniqlaymiz. Bizga takroran namoyish etilyapti. Tabatadzening zarbasi qarama-qarshi tomonga darvozabonni chalg'itdi va bexato zarba yo'lladi. Tajriba. Tabatadze. Zarbalar bo'yicha mana statistika. Hozir Kenjaboyev jarima maydonida fint ishlatdi. Hujum esa tugagani yo'q. Yana Qizilqum vakillari Asror G'ofurov jarima maydoniga pas. Uzoq masofadan zarba va gol! Yoki to'p ham juda xavfli tarzda darvozaga qarab bormayotgandek edi. Amalda esa juda aniqlik bilan yo'llabdi zarbani Njigauri. 1-0. Mana endi o'yin tempo oshsa kerak. Mana endi hujumkorlik ko'rsak kerak maydonda. Bor bering. Biroz oldinga chiqib ketgan ekan Davronov. Va ulgura olmadi to'pni qaytarishga. Bo'lishingiz mumkin. Aleksandr Androkinashvili to'p oldida o'zi zarba yo'lladi. Andijon jamoasi hisobni tenglashtiryapti. Qanday urinish! Androkinashvili endi o'ziboniga avtogol yozdilar, lekin mana shu nuqtadan tavakkal qildi. Zarba yo'lladi Aleksandr. Umid qilamizki, juda qiziqarli bo'ladi. Golni takroran ko'ramiz. Menimcha bu darvozabonga avtogol sifatida yoziladi. To'sinni poyladi. Andro to'sindan qaytgan to'p esa darvozabonni poyladi. 1-1. Shunaqa gollar ham bo'lib turadi. Gol urasin degan shiorda o'tyapti bu o'yin. Hozir yiqilib ham tushdi mana shu golni nishonlash paytida. Jaboyev va sherigiga o'sha vaziyatni aytib berdi.
to'pni shunchaki qaytarish bu yechim emas. Zo'r o'ynadi. Cheran ikkinchi qavatda uzoqlashtirdi, lekin bu yoqqa himoyachilar tezroq jarima maydonidan uzoqlashmadi. To'pga qarab intilishmadi va bu Kenjaboyevning goli bilan yakun topyapti. Hali o'yin tugagani yo'q. Hali 10 daqiqadan ko'proq vaqt. Zo'r imkoniyat va hisob ochilmoqda. Anzur Ismoilov gol urdi. Standart vaziyat Lokomotiv uchun qo'l keldi. Nihoyat gol muallifi bo'ldi. Mana o'sha yuqoridan uzatma, darvozabon bu yerda xatoga yo'l qo'yapti. Darvozabon ham sirpanib ketgan bo'lishi mumkin. Dostonbek To'xtaboyev. Shu epizod Anzur Ismoilovga juda ham qo'l keldi. Mana bu yerda ko'raylik, ha, sirpanib ketgan. To'pga chiqayotganda sirpanib ketishi natijasida u epizodni boy berdi va bu Lokoga qo'l keldi. 0-1 temir yo'l. Yana bir imkoniyat va gol. Yana bir tushunmovchilik darvozabon uchun. Quvonchbek Abrayev. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Timurxo'ja Abduxoliqov to'pni to'xtatdi. Nurulloyev olib berdi, Abrayevga keldi. Mana zarba Abrayevdan, rikoshet Muhammad Ali Aliqulovga tekkan. Va Abrayev gol muallifi bo'ldi. U Surxonga qarshi o'yinda ham gol urgan edi. 19 yoshli futbolchi Quvonchbek Abrayev va bugun mana Mash'al darvozasini ham ishg'ol etdi. Balkim Aliqulovga yozdilar, lekin unday bo'lmaydi. Deyishadi, yo'lbarslar deyishadi. Chinorlar deyilishiga sabab Farg'onada juda ham chinorlar ko'p, ayniqsa oldin juda ham ko'p edi. Hozir ham yanada o'sha shahar chiroy ochib boryapti. Mutlaqo yangi loyihalar amalga oshirilyapti. Jarima maydonchasiga uzatma, zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Peritsa yana gol kirityapti. 1-0 Neftchi oldinda. Esa hisobni ochuvchi golga mualliflik qilyapti. Mana ko'raylik takroran. Offside borasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ortdan chiqib keldi Peritsa va aniq zarba yo'lladi. Uzatma muallifi Izzatullo Po'latov. Izzatullo Po'latov o'z nomiga assist yozdirib qo'yyapti. Rodilov o'ynaydi 22-raqamda. O'ng qanotda Asilbek Jumayev o'ynagandi birinchi taymda. Endi Jumayev o'rniga Abrorbek Ismoilov maydonga tushirildi. Hujum markazida esa Stipe Peritsa. Neftchi hujumda xavfli vaziyat. Zarba va darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyingi zarba gol. Hisob 2-0. Neftchi ikkinchi taymni ham shiddatli boshlamoqda va Stipe Peritsa dublga erishyapti. Yanada vaziyatni o'zimiz uchun aniqlashtirib olish imkoniga ega bo'lamiz. Mana kuzataylik. Chap qanotga to'p yetkazildi. Alisher Odilovga o'xshayapti uzoq plandan yugurishi, zarba berish uslubidan. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyin esa Peritsa aniq zarba yo'lladi. Ha, aynan Odilov. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi Alisher Odilovning sa'y harakatlari evaziga yuzaga keldi bu gol. Islombek Ismoilovning yana bir bor topqirligiga qoyil qolish kerak. Aynan zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchilar o'yinni kuchaytiryapti. Kudryashov va futbolchi 1996-yilda tavallud topgan, 29 yoshda. Neftchi safida yoshi kattaroq futbolchilari bor. Masalan, Farruh Sayfiyev 1991-yilda tavallud topgan. Aynan Sayfiyev tomon uzatma, jarima maydonchasi ichiga pas, zarba va hisob o'zgarmoqda. 3-0. Neftchi 3-to'pni ham kirityapti. Yondirishyapti ular.
Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Jokicmidi gol muallifi? Darvozabonning xatosi. Jokic gol muallifi, darvozabon to'pni ushlab olishi kerak edi bu vaziyatda. Otabek Boymurodov esa bu ishni uddalay olmadi. Iskandarovdan pas, Sayfiyevdan assist, Jokicdan gol. Chiroyli kombinatsiya, chiroyli gol bilan yakunlandi. Iskandarov zo'r o'ynadi. Sayfiyev ham davom ettirdi. Burchak to'pi, Buxoroda imkoniyat. 73-daqiqa, uzatma bor. Xavfli vaziyat va gol! Shahboz Jo'rabekov. Emas ekan bu. Boshqa himoyachi. Navbahorning vazifasi endi og'irlashmoqda. 1 2 3 4 5 ta himoyachi. Barchasi imkoniyat berdi markaziy himoyachi baland sakrashiga. Oldida turgan Georgiy Jigerinia. Chichinadze ham. Mana ikkalasi 34-44. Vilko Filipovich esa kelib gol urib ketmoqda. Bunyodkor libosida Itsuki Urrata to'pni qaytarib yuborgandi. Yana egallab oldi mehmonlar. Oldinga qarab boryapti. Abdusalomov yaxshi o'ynadi to'pni. Va gol! Omonov! Azizbek Omonov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Omonov ham bilan shundan keyin bu o'yinga juda jiddiy tayyorgarlik ko'rganligini dastlabki daqiqalarda ko'rdik. Omonov chap oyog'ida chiroyli tarzda mixladi. Qarang. Abdusalomov pas berdi, Omonov aylanib oldi va juda kuchli zarba bilan to'pni darvoza to'riga joylamoqda. Abdumalla Abdujalilov to'p yo'nalishini topdi, lekin Aziz juda kuchli zarba yo'llagandi. Va bu yerda darvozabonni ham biroz yopib qoldi. Qora o'yinni kuzatgandi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi mundial oldidan. Hozir esa yaxshi vaziyat, hisob 2-0 gol! Samarqandliklarni to'xtatib bo'lmayapti. Raqib himoyasidagi xatodan mana shu tarzda foydalanib ketyapti. Samarqandliklar Bunyodkor darvozasiga 2 ta gol urdi. Mana bu uzun uzatma qarang. Mana shu yerda himoyachi yaqin edi. Rostdan ham Firdavs raqibidan to'pni o'g'irlab ketdi. Pozitsion xato Bunyodkor himoyachisida. Mana. To'lig'icha Sardor Rahmonov hozir to'pni yo'nalishini yo'qotib qo'ydi va to'p bilan birga yugurishni boshladi. Mana gavda qismi bilan to'xtatdi. Keyin Sardor ta'qib etib bordi, lekin tashlangani bilan sal kech qoldi. Bu yerda Firdavs ishonch bilan kirib borib, Sardor tashlanishidan oldinroq zarba berish imkonini topdi va hisobni 2-0 ga 0-2 ga almashtiryapti. Pas markazga zarba gol! Bunyodkor qaytib oldi do'stlar. 83-daqiqada jamoa kurashi. Samandarjon Mavlonqulov o'z imkoniyatidan unumli foydalanib ketyapti. Mana markazdan hujum tashkil etildi. Markazni to'lig'icha raqib hujumchilariga topshirib qo'ydi Dinamo vakillari. Yaponiyalik futbolchi Urrata aniq pas berdi va to'pni to'xtatmasdan turib darvozabon uchun murakkab tarzda darvozaga yo'naltirgan Mavlonqulov gol urib, nomini tabloga yozdirib qo'ymoqda. Samuraydan ajoyib pas bo'ldi, o'yinni o'qidi va bu yog'iga Mavlonqulov to'qidi vaziyatni. Out Sodioni. Nasaf to'pni olib qo'ydi va hozir hisob ochilishi mumkin. Shala juda oson gol urib ketyapti. Shala bu tomonga ochdi va oxirgi zarbani bemalol Oybek Rustamov yo'llaydi. Qarshi hujumga zamin hozirlash mana. Hop. O'ziniki, o'ppa o'ziniki bu gol.
dumalatib debdi o'zi ham bor-ku. 11 metrli nuqtaga kelgunicha indashmadi. Mana Shalani bu tomonga tortib ketgani ham foyda bo'ldi Otabek Ahadov. Aniq tepsa bo'ldi endi bir burchakka qarab. Hop. Oybek Rustamov. Shu yerda 3 kishi atayin boryapti bosim o'tkazishga va olib qo'yyapti. Endi yana qaytardi. Yo'q, Nasaf uddaladi. Zo'r ochiq Sharof Muhiddinov. Muhiddinov! Bunga zarba yo'llashga bermaslik kerak Sog'diyoni. Qilyapti markazda olib qo'yib. Keyin to'pdan vaqtida uzilishi. Mana Muhiddinov bermaydi-da bu. Chap oyog'ida qarang, o'q zarba yo'lladi o'zi ham. Dinamo o'rtasidagi uchrashuvda o'yin sekinlanib asta yakunlanish arafasida yaxshi imkoniyat bor, zarba berish uchun va OKMK darvozasi ishg'ol etilyapti. 52-daqiqada Diyorbek Ortiqboyev darvozani ishg'ol etmoqda. Diyor bo'shliq berib qo'yishdi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Outdan to'p o'yinga kiritildi. Bu yerda ofsayd borasida mutlaqo muammo yo'q, gap so'z yo'q. O'rtada kombinatsiyani qarang qanday tashkil etib yuborishdi va Tokovning futbolchi almashtirishi natijaga ta'sir qildi. Mana bu o'yinchi Ahrorov jarima maydoni ichida to'pni egallab, ozgina harakat bilan markaz tomonga uzatdi. Bu yerda esa Ortiqboyev